Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana bir shedevr Samarqand-Boson darvozamizni eng riskli variantini Toshkent viloyati Yangiyo'lga olib kelib o'rnatdik. Darvozamizning materiallari eng full materialda bo'lgan. Listlar 1.8 list, yer yong'oqlari odatdagiday 0.9 holatda. Darvozamizga eng zo'r, eng full materialni ishlatganmiz. Yondorlari 8 ga 12 3 stenkada, 8 ga 4lari 2 stenkada. Mayda profilchalari ham 1.5 stenkada ishlatilgan. Bizda vibrasini umuman ayalmaydi. Mana vibralarni qo'yib hamma yerga xudo xohlasa chiroyli holatda olib kelib o'rnatdik. Darvozamizni 1 kvadrat metrini hozir aytib o'tib ketamiz. Ungacha darvozamizni qay holatda o'rnaganini mana ko'rsatib qo'yaylik. Bu 3 talik pochimlik sharnirda ham darvoza aytgan joyda to'xtaydi. Bu darvozaning tekis chiqqanligidan darvozamiz mana orqa tomonlari, ko'pchilik orqa tomonlarini olib bering deyishadi. Ko'raylik deb mana. Darvozamiz orqa tomonlari buni 3 xil variantda yasasa bo'ladi. Misol orqalarini ham xuddi oldi ko'rinishida qilib bir xil holatga olib kelishar mumkin. Narxiga qo'shiladi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.